Eski planshetlar turi juda ham ko'payib ketdi, lekin sizlarga eng yaxshisini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rayotganingizdek, chexolli bo'ladi. Ofitsialniy bizga kirib kelgan eng yaxshi planshet Atteto brendidan. Buni bitta obzor qilib, narxlarini ham eng arzon narxlarda qilib beramiz. Planshetimizning komplektidan nima chiqadi deyotgan bo'lsangiz, o'zini ko'rayotganingizdek mana shunaqa chexoli bo'ladi. Orqasi podstavka. Bundan tashqari juda ham qalin sifatli rezinkadan ishlab chiqarilgan. Agar bolajonlar otib olsa ham hech narsa qilmaydi bunga. O'zini planshet uchun ekranga yopishtiradigan mana shunaqa shishasi ham chiqadi. Bundan tashqari planshetga yopishtirish uchun har xil nakleykalari bor. Bolajonlar uchun yana bitta sovg'a, mana shunaqa soati chiqadi. Eng zo'r tomoni bolajonlar uchun mana shuni bo'yniga osib oladigan tasmasi ham bor. Zaryadkasi bor, instruksiya qog'ozi bor. Ishlashini ham hozirlarga bitta ko'rsatib beramiz. Bolajonlar bunaqa komplektni ko'rsa xursand bo'lishi aniq. Buni boshqa planshetlardan qulay tomoni ko'rayotganingizdek, umuman qochish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni ishlatib olib ko'rganlar o'zi bilishadi. Wi-Fi ga ulab qo'yganmiz, bemalol hamma programmalar o'zida yozilgan. Undan tashqari Play Market orqali boshqa programmalarni ham bemalol ustanovka qilsanglar bo'ladi. Ota-onalar farzandlarini xursand qilish uchun eng zo'r variant, narxi ham o'ziga yarasha bemalol olsanglar bo'ladi. Telefonlardan ko'ra ancha arzon, lekin ancha-muncha telefonlarga ham dam berib qo'yadi. Kamerasini ham bitta tekshirib ko'ramiz. Kamerasi ham ko'rayotganingizdek yomon emas. Orqasi 5 megapiksel, oldi kamerasi ko'rib turganingizdek 2 megapiksel bo'ladi. YouTube ham hozir bitta kirib tekshirib ishlashini ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek YouTube ham hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Bolajonlarni bilasizlar, o'zi faqat YouTube'da yaxshi ko'rishadi. Bu mana shu sifatli planshetimizni necha pul qilib beramiz deydigan bo'lsa, narxi eng arzon narxlarda, hamma rangidan bor. Narxini bor yo'g'i 480 ming so'm qilib beramiz.